Dünyani taң qaldırdıgan ilmiy bayqash. Quyosh nuri va havo insoniyat mavjudligining manbasi. Tibbiy tadqiqotlardan bayqilishicha, havodagi manfiy ion va qizil infraroq nurning sog'lomlikka zo'r yordami bo'ladi ekan. Yiroq infraroq qizil nurining ta'sirida nurg'un kasalliklar shifo topadi ekan. Ming yillik Jumhuriyat tibobati an'anasi. İnsoniyatga baxt yaratadigan tibobat namunasi. Kesel ko'rsatish tasam qimmat bo'layotgan ijtimoiy muhitda Jumhuriyat tibobati javhari bilan Yiroq infraroq qizil nuri va manfiy ionni ijodiy birlashtirib, kasalliklarning oldini olish, sog'lomlik, asrash va davolashni texnik qulaylik, unumli usul bilan ta'minladi. Muhitning ig'ir bulg'unishi, turmush, xizmat besimining kun sayin ko'payishi, ikkilamchi sog'lomlik va turli kasalliklar kun sayin diqqat e'tiborimizni qo'zg'amoqda. Səhiyyə Ministerliğinin aniqlashicha, elimizda yuqori qon besim bemorlari 160 milliondan 170 milliongacha, qondagi may miqdori eshib ketkichilar 100 milliondan, diabet bemorlari 92 million 400 ming, jigarni may qoplab ketkichilar 120 milliondan oshadi ekan. Eg'irligi eshib ketganlar 70 milliondan 200 milliongacha ekan. Yarim minutda bir odam rak yoki diabetga giribtor bo'ladi ekan. Har yili turli kasalliklar bilan o'lib ketkichilar 50 millionga boradi ekan. Mushundaq sharoitda ba'zi davlat va rayonlar energiya tibobati ustida izlanishga kirishdi. Energiya tibobati deganimiz tabiiy yo'sinda kasalni yiltizdan davolaydigan qo'llanishchan tibobat bo'lib, tabiiy, qulaylik, unumi tez og'ritmaydi. Asosligi kunvat, chastota spektri, lazer nur qatorliq yuqori texnika vositalar bilan fizikalik davolashni an'anaviy ximiyalik davolashning o'rniga dastib, so'zilma kasalliklar bemorlariga talto'kis, izchil davolanish va kutinish sharoit yaratib berdi. Oldingi asrning 90-yillarida bu tadqiqotlar zo'r taraqqiyotga erishdi. Olimlar quyosh nurida Yiroq infraroq qizil nurdan iborat oyatliq nurning borligini bayqadi. Yiroq infraroq qizil nurining odam terisi va teri to'qilmalariga singib kirish iqtidori bo'lib, uningga qoqlanganda teri va teri osti to'qilma hujayralardagi molekulalarda kuchli tavrinish bo'lib, issiqlik ta'siri va g'ayri issiqlik ta'siri shakllanadi. Natijada biologik cho'ng molekulalar va sum molekulalari aktivlashib hujayralarni qo'zg'atadi. Biologik aktiv davolash unumi hosil bo'ladi. Oldingi asrning 50-yildan 70-yilgacha Amerika Olam qatnash idorasi olam kemasi xizmatchilarining yashash muhiti ustida tadqiqot olib borgan. Ular kun nuridagi to'lqin uzunligi 5 dan 15 mikrometrgacha bo'lgan infraroq qizil nurning jonliqlarning mavjud bo'lib turishida to'limi zo'r ekanligini bayqab, uni hayotlik nuri deb atagan. Har qanday jism, hatto bizning tenimizdami infraroq qizil nuri tarqaladi. Bizga zarur bo'lgan oqsil, yadro kislotasi, qand, may va suv molekulalarining hammasi infraroq qizil nur chiqargan elektromagnit to'lqinning ta'sirida badanga qabul qilinadi yoki radiatsiya unumi shakllantiradi. Asl bo'lgan issiqlik badanning ichidan sirtiga tarqalish jarayonida qildam tomirlarni kengaytib, qon aylanish va modda almashishni tezlatadi. Qabziyatni yengillatadi. Immunot iqtidori va kasalga qarshi turish iqtidorini o'stiradi. Suv birikmalarini parchalaydi. İçki ajratmalarni tangshaydi, og'riq pasaytadi, rakning oldini oladi. Yuqorqi bayqash asosida davlatimiz infraroq qizil nuri tadqiqotini kuchaytdi. Natijada elektron texnikasi bilan bionika ilmini birlashtirib, sun'iy taqlid qilish shaklida Yiroq infraroq qizil nuri va manfiy ionning chastota spektri bilan fizikalik davolash usulini tep chiqdi. Bu usullarning oilalarda sog'lomlikni asliga keltirish sohasida umumlashib, o'zini o'zi davolashni amalga oshirish uchun Leylong energiya tibobat guruhi Amerikadan kirgizgan karbon kristallik Yiroq infraroq qizil nur bilan isitish texnikasi, Kanadadan kirgizilgan xushpuroq shamshotni material qilib, uningga manfiy oksigenlik iyonni qo'yib beradigan aqliy iqtidorlik kontrol sistemasi, sovut sistemasi va rangli chiroq nuri saplamalarini moslashtirib, chastota spektri, qizlik davolash, manfiy ion birlashtirilgan to'liq energiyalik kutinish asbobini ro'yobga chiqardi. Leylong to'liq energiyalik kutinish asbobining karbon kristallik Yiroq infraroq qizil nurlik isitish taxtasi elektr kuchi bilan qizigandan keyin to'planma nur to'lqini tarqatadi. Bu nur